Qanday xodimlarning arzimas xatolarini deb biznes bir oyda bankrotga uchrashi mumkin. Agar sizda shunday xodimlar bo'lsa, darhol ehtiyot bo'ling. Ko'plab o'quv markaz egalari biznes ochishadi, lekin bitta-ikkita xodim tufayli o'quvchilar soni kamayadi va oxir-oqibat 1-2 oyda biznes yopiladi. Bunga misol administratsiya. Agar administrator o'z vaqtida telefon qilmasa yoki telefonni ko'tarishni unutsa yoki shaxsiy ma'lumotlarni yozish unutilsa, haftada 5 ta yoki undan ortiq o'quvchilarni yo'qolishiga olib keladi. O'qituvchilar esa darsga kechga qolsa yoki darsga tayyorlanib kelmasa, bu e'tirozlarning ko'payishiga va albatta o'quvchilarning yo'qolishiga olib keladi. Faqat bitta mas'uliyatsiz xodim tufayli biznes to'xtab qolishi mumkin. Biznes tizimsiz bo'lsa, bir oyda daromad tushadi, o'quvchilar ketadi va obro' tushishiga olib keladi. Agar siz xodimingiz biznesingizga zarar yetkazyapti deb his qilsangiz, Directga diagnostika so'zini yozing va siz bepul audit va maslahatga ega bo'lasiz.